Inshaalloh shu videoga like bosgan do'stlarimiz tez fursatda mana shunaqa qasr uylarda yashash nasib qilsin. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Biz hozir Toshkent shahridagi bitta zo'r xonadonni obzoriga kelganmiz. Har doimgi obzorlarimizdan boshqacha bo'ladi. Yoningizga kofe, choy damlab olib, telefon qarshisiga yaqinroq o'tirib olinglar va albatta like bosib qo'yishni unutmanglar. Uyimizning umumiy maydoni 3.2 sotixdan iborat. Uyimizda 3 qavatdan iborat bo'lyapti. Sizlarga hozir eksklyuzivniy joylarini ko'rsatib beraman. Undan oldin sizlarga uyimizning darvozaxonasini ko'rsatib beraman. Bemalol ikkita mashinani sig'dirib olsanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, Belosnejniy kattagina uy bo'lyapti. Bir tarafimizda uyimizning glavniy kiruvchi eshigi, hozirlarga uyimizning asosiy yashovchi xonalarini ko'rsatib beraman. Xonadonimizga kirib keldik. Kirib kelishimiz bilan mana shunaqa kattagina bitta xo'l bo'lyapti. Har bir xonaga alohida kirib ketiladi. Hozir do'stlar mana shu joyi o'zini TV zona qilib olsanglar ham bo'ladi. Mana shu televizor qo'yishga ham zonalar qilib qo'yishgan. Xullas, inson uchun kerak bo'lgan hamma sharoit mana shu uyda mavjud. Hozir uyimizning birinchi xonasi, mehmonxonani ko'rsataman. Kelinglar do'stlar, mana buni kattaligini qaranglar. Juda chiroyli did bilan remont qilib qo'yishibdi. Har bir xonani o'ziga yarasha qanaqadir dunyosi bor desak ham bo'ladi. Tepada mana bunaqa qimmat lyustralar turibdi. Albatta bunga like bosib yuboringlar. Hozirlarga uyimizning birinchi qavatidagi umumiy hojatxonani ko'rsataman. Bu yoni ham remonti juda zo'r holatda. Mana bunaqa qimmat eshiklardan qo'yib qo'yishgan. Xullas kelib mazza qilib yashayveradigan joy. Bizning umumiy 99% ishi hammasi bitgan. Faqat kelib mebellarni qo'yib yashayversalar bo'ldi. Hozir ayollarimizdan eng yaxshi ko'rgan xonasini ko'rsatib beraman. Undan oldin kennoyi albatta like bosib qo'ying. Siz menimcha shu kungacha uylarni obzor qilganmiz. Bunaqa oshxona ko'rmagansiz. Ketdik kirib olamiz. Nima deyapti? Qarang, juda katta, oppoqqina oshxona. Kennoyi mashq o'zi mazza qilib ovqatlarni qilaverasiz. Undan tashqari sizga Hoffman brendidan idish yuvadigan mashina, tepasida mikrovolnovoy pech, mana bunaqa qimmat gazlar va eng asosiysi mana bu yerda suv qaranglar, jigarlar. Shunda ochamiz, ochishimiz bilan parashutli suv chiqyapti. Like bosib qo'ying bunga. Tashqari tomonga shunda panorama oynadan qarasangiz do'stlar, kattagina hovlini ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda uyimizning letniy oshxonasi va shundoqqina yonida bitta ko'chadagi hojatxonamiz joylashgan. Xonamizning o'zi ham juda katta bo'lyapti. Mana shu stol qo'yib, bemalol ertalab zavtrak qilib, televizorni ko'rib o'tirib olsanglar bo'ladi. Oshxonadan chiqqanimizdan keyin ota-onalarimiz uchun mana shunaqa zinalarda qiynalmasligi uchun birinchi qavatda o'zida bitta kattagina kattalar uchun mo'ljallangan spalnik qilib qo'yishibdi. O'zini sanuzul dushovoylari bilan qarang jigar. Bu yoqda remontini onaxon, otaxon mazza qilib yashaydi, sizni duo qilib qo'yadi. Mana shu xonadonni olib bering yoki mana shu videoni mana shunaqa uy izlab yurgan qilibor akalaringizga jo'natib qo'ying. Mana bunaqa kattagina spalni bo'lyapti. Tepalarini qarang, jigar mana shunaqa chiroyli lyustralar qo'yib qo'yishgan. Bu yoqga ham TV zonaga joy ajratishgan va men buni o'ziga menimcha yaxshigina pul ketgan. Jigar, qarang, bitta onaxon, otaxonga mazza qilib yashash uchun bitta mana shu zo'r spalni qo'yib berasiz. Siz rosa duo qiladi va undan tashqari mana shunaqa oyna qo'yib qo'yishibdi, jigar. Nima deyapti? Mazza qilib yashaydigan joy. Albatta like bosib qo'ying. Hozir bundan zo'r xonalarni sizlarga ko'rsatib beraman. Uyimizning minus birinchi qavatiga tushganmiz, ya'ni podvalga eksklyuziv joyi mana shu yerda. Endi like bosib qo'ying. Like bosmasangiz bo'lmaydi. O'tganimizdan keyin qarang jigar, siz har hafta saunaga o'rtoqlaringiz bilan yugurishingiz shart emas. Uyingiz ichida sauna. Nima deyapti? Dachaga ham borishingiz shart emas. Kattagina basen. Shunda saunadan chiqasiz, bitta kalla tashlab olasiz. Achani mazasini mana shu joyda olsangiz bo'ladi. Basenimiz 2,5 metr bo'lyapti, o'zining mana shunaqa podsvetkalari bilan va shundoqqina yonida sanuzul dushovoylarimiz joylashgan. Bundan o'tganimizdan keyin bitta eshik qoldirib ketishibdi. Bu eshikdan tashqariga chiqib ketsangiz ham bo'ladi va havo aylantirishi uchun ham zo'r joy. Jigarlar, mana bu xonani qanaqa xona qilsa bo'ladi? Kommentariyada fikringizni yozib qo'yinglar. Yetdimi, inson uchun kerak bo'lgan hamma sharoit bor. Mana shunaqa yumshoq gilamlar qilib qo'yishibdi. Men o'ylashim bo'yicha bu yerda fitness zal yoki-da bir namozxona qo'rsanglar ham bo'ladi. Mana shuni oynani ochsanglar, havo aylanishiga joylar ham qoldirib ketilgan. Uyimizning hozir asosiy qismiga kelyapmiz, ya'ni yuragiga eng zamonaviy va eng oxirgi bo'lgan jihozlar mana shu yerga ishlatilgan, katta shitlar turibdi. Bundan o'tganimizdan keyin eng asosiy xona. Uyimizda umumiy topli pol qilingan. Ko'ryapsizlar, duv konturli kotel bowlerlarimiz turibdi. Mana shu yerda o'zida yaxshigina pul ketgan. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozinglar, mana shu joyga nech pul ketgan. Uyimizning ikkinchi qavatiga chiqqanmiz. Tushunganinglardek uyimiz neoklassika va minimalizm uslubida remont qilingan. Ikkinchi qavat uchun umumiy mo'ljallangan bu yoqda bitta hojatxonamiz va sanuzulimiz bo'lyapti. O'tganimizdan keyin bolalarimiz uchun mo'ljallangan bitta kattagina xona bo'lyapti. Qarang, jigar, mana shunaqa kattagina rasm qoldirib ketgan va shundoqqina oynani ochsa uyimizning tashqari tomoni ko'rinib turibdi. Mana bunaqa qimmat registrlar qo'yib qo'ygan. Bolalar yotoqxonasidan chiqqanimizdan keyin uyimizning bitta kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi bo'lyapti. Juda katta do'stlar, qaranglar, mana bu lyustralarga juda chiroyli did bilan har bir jihozi, uyga ishlatilgan har bir narsani eng sarasi, eng qimmatlari ishlatilgan. Undan tashqari uyimizning ikkinchi qavatdagi kattalar uchun mo'ljallangan bitta
sanuzul dushoylari bo'ldi. Eng yoqqan sanuzul dushoy menga mana shu bo'ldi. Mana shunaqa qimmat yog'ochlar ishlatilgan. Bunga endi menimcha like bosib olmasanglar bo'lmaydi. Uyimizda ikkita xo'jalik bemalol yashab olsa bo'ladi. Ko'ryapsiz, juda ko'p xonasi bor. Bu ham uyimizni bitta mana shunaqa tematiskiy deydimi, qanaqa deydi, har bir xonaning o'zining rangi bor. Mana shu yer ham kattalar uchun mo'ljallangan bitta spalni bo'tdi. O'zini sanuzul dushoylari bilan buyoni ham remontlari zo'r holatda. Agarda uylarga mehmon kelsa, uyimizda xona ko'p. Qarang, bu yoqda ham yana bitta xona bo'tdi. Mana shunaqa chiroyli remonti bilan agarda uyingizga mehmon kelsa, mana shu joyga bemalol yoki kattalar uchun yoki kichkinalar uchun mo'ljallangan bitta yotoqxona qursangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatda o'zining kladovkasi bor. Kladovkaga ham albatta joy qoldirib ketgan. Mana shu uyimizning planirovkasini chizgan, mana shu uyimizni qurgan dizayner, arxitektor akalarimizga albatta like bosib qo'yinglar. Uyimizning lokatsiyasi Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Center Lunacharskining qoq markazida joylashgan. Tushunishinglar uchun mana shu joyda yer narxi hozirgi kunda $100,000 dan $125,000 gacha baholanyapti. Mana shu uyimizning narxi $650,000 deb baholanyapti. Kelasizlar, yashaysizlar. Agarda aka-uka birga uy olaman desa, shundoq qilib yonida xuddi shunaqa proyekt bitgan uyimiz bor. O'sha uyni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Kelinglar, gaplashinglar, sizlarga sunnatiga o'tib beriladi.